Diqqat! O'zgidromet agentligi O'zbekistonda kutilayotgan 8, 9 va 10 avgust kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun bir dona like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 8 avgust kuni kunduzi 37-40 daraja, 9 avgust kuni kunduzi esa 38-41 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo kam bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kunduzi 40-43 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Osmon kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 8 avgust kuni kunduzi 36-39 daraja, 9 avgust kuni esa 37-40 darajaga ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kunduzi 41-44 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo quruq bo'ladi, quyoshli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kunduzi 36-39 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida kam bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati kechasi 17-22 daraja, kunduz kunlari 30-35 daraja issiq bo'ladi. Mutaxassislar havo haroratining yanada ko'tarilishi munosabati bilan kunning eng issiq vaqtlarida ehtiyot bo'lishingizni tavsiya etishmoqda. Aziz do'stlar, ushbu xabarimizni oxirigacha kuzatgan bo'lsangiz, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.